aka. Ertaga shimimni ham, ko'ylagimni ham berib tura olmayman. O'zim ishga kiyib ketishim kerak. Shimingiz, ko'ylagingiz kerak emas. Mashinangizni berib tura olmaysizmi? Bo'ldi, tushundim. Oyi, anoniz yana ko'ylagim bilan shimimni kiyib ketibdi. Ha, aka-ukalar bir-birini kiyimini kiyib katta bo'ladi-da. Ha! Voy! Mashinam qani? Bu yurak seni izlar hamon. Voy, o'zingizning mashinangizmi? Ha, o'zimning mashinam MG-ZS. Bu mashinachi benzinda ham, propanda ham yuradi. 360 kameralari bor, start stoplari bor. Motori uchun GM2. Voy, kimdir sizni chaqiryapti. To'xtat mashinani, nima qilyapsan? Oynani tushir. Meni muxlislarim bular. Qalaysizlar? Aka, iltimos, tezroq haydang. Aka, men to'g'risini aytaymi? Men o'z taksist emasman, biznesmenman, aka. Tushir, oynani deyapman. Oynani tushirdi sizga. Oynani tushir degani, ani prank ko'rganmisiz? Hozir men tushirsam bu ko'tarib oladi. Aldayapti bu. To'g'ri prank. Qizilda o'tib ketdingiz. Xavotirliksa qilmang, shtraf kelmaydi, nomerim o'chirtirilgan. Ara ishga kechga qoldim sani deb. Ko'ylagimni kiyib ketding, shimimni kiyib ketding, mashinamni olib qochib kamiga qizildan ham qochib ketding. Aka, xavotir olmang, nomeri o'chirtirilgan, shtraf kelmaydi. Nega telefonimni ko'tarmaysan? Nega yubkamni kiyib ketding? Nima ko'ylagimni kiyib ketding? Uyaltirmang. Nima bu? Qachonga likillamay erisrab qoldingmi? Yech tez, yech. Hozir chetga yechasan.